Xalq vakillarining deputatlik faoliyatida fuqarolar murojaatlarini tinglash va ularning manfaatlarini himoya qilish muhim o'rin tutadi. G'ijduvon tumanida xalq deputatlari Buxoro viloyati kengashi deputatining sayyor qabuli ana shu maqsadlarga qaratildi. Unda aholi ta'lim, ijtimoiy soha, infratuzilma va obodonlashtirish bilan bog'liq masalalar yuzasidan o'z taklif va murojaatlarini bildirdi. Deputat tomonidan murojaatlar joyida o'rganilib, muammolarni hal etish bo'yicha mas'ullarga aniq topshiriq va tavsiyalar berildi. Sayyor qabulning asosiy maqsadi aholi bilan bevosita muloqot qilish, ularni qiynayotgan masalalarni joyida o'rganish va mavjud muammolarga amaliy yechim topishdan iborat. G'ijduvon tumanidagi 47-son umumiy o'rta ta'lim maktabi negizidagi tayanch vatanparvarlik harbiy yo'nalishdagi Jasorat maktabida tashkil etilgan sayyor qabulda hudud aholisi o'z murojaat va takliflari bilan ishtirok etdi. Muloqotlar davomida mahallada zamonaviy IT markaz tashkil etish, inklyuziv ta'lim uchun zarur sharoitlarni yaratish, maktab hududida zamonaviy oshxona barpo etish masalalari ko'tarildi. Shuningdek, aholi va yoshlar uchun kutubxona tashkil etish, ichki yo'llarni ta'mirlash hamda hududni obodonlashtirish yuzasidan ham takliflar bildirildi. Har bir murojaat e'tibor bilan tinglanib, ayrim masalalar joyining o'zida o'rganildi. Ularni hal etish yuzasidan mas'ullarga aniq vazifalar belgilanib, ijro nazoratga olindi. Sayyor qabul doirasida xalq deputatlari Buxoro viloyat kengashi deputati 47-sonli maktabning 2026-2027 o'quv yiliga tayyorgarlik jarayonlari bilan ham tanishdi. O'quv xonalarida yaratilgan sharoitlar, ta'lim jarayoniga tayyorgarlik holati ko'zdan kechirildi. Yangi o'quv yilini yuqori saviyada tashkil etish, ta'lim sifatini yanada oshirish va o'quvchilar uchun qulay muhit yaratish masalalariga alohida e'tibor berildi. Shu bilan birga maktabning energiya samaradorligini oshirish bo'yicha ham amaliy ishlar olib borilmoqda. Deputat va Buxoro davlat texnika universiteti olimlari hamkorligida o'tkazilgan energiya auditi natijasida elektr energiyasidan samarali foydalanish uchun kondensator qurilmasini o'rnatish taklif etildi. Tadbir davomida keksalar va tadbirkor ayollar holidan xabar olindi. 99 yoshni qarshi olgan Xurshida buvi Isomova bilan samimiy suhbatlashilib, uning fikri va talaklari tinglandi. Shuningdek, xonadonda bedana boqib tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan Dilbar Ergashovaning faoliyati bilan tanishildi. Bunday sayyor qabullar xalq bilan ochiq muloqotni kuchaytirish, murojaatlarni o'z vaqtida o'rganish va aholi turmush farovonligini yanada yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.